Inson qilayotgan ishini yaxshi ko'rsa agar, u juda ham kачественный mehr berilar ekan. Ko'rib turibsizlar, bugun kelgan kvartiramiz kvartira emas, muzey deb o'ylaysizlar albatta. Yunusobod 17-kvartalda biz manzilimiz arxitektorning institutidan to'g'ri 500 metr urganda juda ham qulay joylashuvda joylashgan. Endi esa to'liq obzorni ko'rib chiqamiz. 2 qavat, 2 xona, 5-qavat, 10 qavatli domdamiz. Mana bu vходной eshigimiz. Качественный eshik qo'yilgan, o'ng qo'lda sirazi совмещенный sanuzelimiz качественный qilgan. Agar yoqqan bo'lsa, bitta yurakchani qizartirib qo'yasizlar, polichkalar qilgan. San'at asarini ko'rdilaring. O'ng qo'lda esa 5 ga 5 bo'lgan juda ham katta bir zalimiz. Bu yerda hamma shart-sharoitlari bor. Konditsioner, parda, kartinka, TV zona, podsvetka gilamlarigacha ham qo'yib ketilgan. Tayyor mebellarni olib kirib yashaydigan xonadonimiz. Keyingisi esa ota-onalar yotoqxonasi. Bu yerda ham o'zimizning matrasimiz, podsvetkamiz, tumbichkamiz, TV zonamiz va mana bu dekorlarimiz juda ham uyga fayz berib turibdi. Endi oxirgi xonamiz esa ayollar yoqtiradigan, albatta, kuxonniy zonamiz. To'g'rida рабочий zona, uyimiz to'g'ri pol bilan ta'mirlangan, качественный mebel texnikalar qo'yilgan, kirasiz, kiyim-kechak bilan faqat yashaysiz. Ko'rib turgandek premium xonadonga kelganmiz bugun. Yunusobod 17-kvartal, 2 xona, 5-qavat, 10 qavatli dom, 62 kvadratdan iborat. Narxiga keladigan bo'lsak, $89,500. Albatta, kommentariyada fikrlaringizni qoldirib ketasizlar. Qimmatmi, arzonmi? Biz birgalikda narx chiqaramiz. To'liq ma'lumot yana opisaniyada qoladi.